Demek, avtorizatsiya qismini qayta tayyorlashni o'rganib chiqamiz bugun. Shu umumiy holatda tablitsa yarataylik, bazadan miqdori BB degan baza ham bor ekan. Mana shu BBga demak bitta ma'noya qilamanda masalan users degan tablitsa qo'shamiz. ID auto increment va masalan foydalanuvchining full name bo'ladi, varchar 255 ta, email bo'ladi, varchar 255 ta. Hop. Endi username shartmi, shart emas, password. Kelar birinchi holatda shart holatni ko'rib username bo'ladi. Varchar 255 ta, keyingi holatda password bo'ladi, varchar 255 ta. Va status bo'ladi. Aktiv, noaktiv, date bo'ladi, date yetadi shu. Va kodirovkani o'rnatib qo'yamiz bu yerda. Так, generally сохранение, сохранить user degan tablitsadan bora bunga ma'lumotlarni qo'shamiz. Masalan, Maqsadinov Umidjon web sahifasiga mail .ru username admin admin aktiv vaqti shu. Mana bunga javobli ma'lumot qo'shganman. Email web sahifasiga email username Javohirbek parolidan shunaqa aktiv ma'lumot qo'shamiz. Mana bu ko'rinishda ma'lumotlarni saqlayman bazaga. Va mana ikkita ma'lumotimiz ko'p. Ana endi bugun navbatdagi qiladigan ishimiz umumiy tizimni, ya'ni close all yopyapman. PHP log bitta takrorlash uchun umumiy men bitta nima yarataman bu yerda. htdocs oxiriga tushib basicdan nimadan yechamiz. basic buni yechib olgandan keyin arxivdan bizda basic yechiladi. takror .log bu ko'rinishda ishlaydi. Va bu yerga men yozaman takror .log kirib bu yerdan takror log qo'yib olamiz. Mana takror log config ichida web php ning ichida anda cookie validation key bu base url takror log va transposrovka url manager ochib qo'yamiz bu yerda. takror log bizda logmada htaccess bor edi. htaccess olamanda shu takror logga tashlayman. Mana bu ko'rinishda bo'ldi. Shundan keyin обновление to'g'ridan to'g'ri ishlab ketyapti. Tizim ishlayapti menda. Endi login mana bu yerda o'zini o'sha admin bor edi. Admin login qilib kirsam admin bo'lib kirganman.
e'tibor beramiz. Xo'p, bu yerda umumiy modelda gap bo'pti. Mana bu 3 ta model o'zlari yaratib qo'ygan login forum bor menda. Shu login forumni ko'radigan bo'lsak, bu holatda extend bo'lyapti, username, password ketyapti. Remember me. E'tibor beramiz. Public function root username password required. Ya'ni takror qaranglar, username password bu ko'rinishda va menda birinchi controller bilan tanishtiray. Controller site controller va shuni login degan nimasi bor, action bor. Mana login aynan shunga o'tyapti. Is to go home, go back. Mana bu ko'rinishda loginga kiryapti. Loginda birinchi app user agar foydalanuvchi tizimga kirgan bo'lsa, umuman kira bo'lmaydi bu holatga. Ya'ni login qilib ochish imkoni yo'q. Mana masalan admin bo'lib kiryapman. Endi mana bu yerga site login deydigan bo'lsa, mana go home boshlang'ich joyiga qaytarib olyapti. Bu shu ishni bajarib beryapti. Model login forum nomli modeldan obyektini olyapti modelga va bu yerda load keng ko'ramiz. Loadni password, modelli passwordini nima qilib qo'yapti? Bo'shga tenglab qo'yapti. Modelli passwordini boshlang'ich bo'shga tenglayapti. Render qilyapti o'sha viewga, modelga va load bo'lganda, yuklanganda app request code bu o'sha tushunchamiz va mana bu kodda ish bajarib beradi. Model login kodda ish bajarib beradi. Bu yerda o'sha loginni topishinglar kerak. Login. This validate agar yuklansa app user login, ya'ni app user degandan keyin mana web php'dagi mana bu identity class bor. App model user nomli hozir klass yo'q, lekin app modeli yaratilgan-ku. Mana model. Mana bu modeli yaratib qo'yilgan. ID, username, password, outget, access token. Mana bu yerda static user, sign identity ketyapti. E'tibor beringlar. Model login degandan keyin login forumga o'tadi. Login yuklaydi. Validate app user login. Ya'ni bu to'g'ridan to'g'ri mana userga murojaat qiladi. Shuni logini bormi? Identity by access token by username, get ID, get out, get validate password. Logini mana bu yerda ekan. Web php'da mana bu user ichida, demak, login nomli nima bor? Method bor. Shu metodga murojaat qilyapti. This get user deyapman. This get user degandan keyin o'zini get userimi? Bu yerda get user degan tushunchasi bor. Get user. Mana ko'rinishda user find by username. This username o'shandan qaytadigan qiymatdir. Agar buni qiymati false ga teng bo'lsa, boshlang'ich holatda nima edi? False-midi? Endi aynan o'sha holatda agar false bo'lsa, user tablisadan mana bundan find by username bor. Find by username bor. Qaranglar. Find by username chaqiryapti login forum. Userni find by username this username. O'zini username'ini tashlab qo'yapti. O'sha yuklangandan keyin keladigan username bor-ku, xuddi o'shani tashlab beryapti. Va endi user php'da nima bo'lyapti bu yerda? Find by username kelyapti mana. Self user, e'tibor beringlar, self user. Bu mana bu userni olyapti-da va olib turib unda
find by username as userga o'zlashtiryapti ma'lumotlarni va userni username'ini tenglayapti username'ga. Agar qiymat false bo'ladigan bo'lsa, new static user, ya'ni yangi metod yaratib qo'yganda bu o'zining imkoniyati albatta. Endi qaranglar, biz buni mana bu tablisaga bog'lash kerak. b 4 ta b ekan. Demak, db ga o'taman. b va bundan chiqib ketaveramiz. Ana endi sizlar to'g'ridan to'g'ri ishlashinglar uchun bbda nima bo'lishi kerak? g ga o'tib turib modelni yaratishlar kerak. Model bittagina o'zi users degan tablisa bor. Hop, bizga table prefix shart emas endi. Mana ko'rinishni yaratyapman. Generate. Va yaratilgandan keyin mana user nomli tablisa hosil bo'ldi menda. Shu user nomli tablisaga table name ketyapti, user rule'lar berilyapti, attribute label'lar ketyapti bu yerda va biz bu modelga mana buni 5-7 ta metodni qo'shasizlar. Ya'ni birinchi metod bu nima edi? Qaranglar, public function find identity id midi validate password login form user find by username find identity access token find identity public static function find identity bo'lyapti. Buni olaman. Buni olamanda demak bu static method static function find identity id. Endi bu yerda bu o'zi palmachini holatni qaytarib beradi-da. Shuning uchun sizlar self o'ziga find one degani bor. Find one ya'ni ba'zidan holda shu id ni tashlab qo'yasizlar. Bu nima qilib beradi? Ishga tushgandan keyin o'sha id degan ma'lumotni topib beradi. O'sha id degan ma'lumotni topib beradi. Lekin biz identity id deb ko'rardik-ku, o'sha holat uchun ishlaydi. Bu tekshiruv holati emas. Endi ikkinchisi bor edi. Bu ikkinchi holat metod access token. Yozib qo'ysanglar bo'ldi buni. Bizda access tokeni yo'q, shart emas, bu ishlamaydi. Mana bu holatda. Keyingi holati bor. Bu find by username. Mana endi mana bu holatda ishlatamiz. Buni olganman buni. Bu yerga tashlayapman. Qarang. Bu nima qaytaradi? Return this self find one nima bo'ladi? Username. Bu username mana tablisalardagi mana bu username. Agar boshqacha login desanglar, bu yerga nima deyish kerak? Login deyishinglar kerak bo'ladi. Va dollar o'zgartirish username bo'ladi. Mana ko'rinishda. Bu uchinchi metodimiz bo'ldi va user degan tablisadan keyin bundan keyin get id buni ham qo'shib qo'yasizlar. Get id. Bu get id'lar nima uchun ishlaydi lekin? Identity, user identity deb yozamiz o'shalar uchun. Bitta mana bu ishlayapti, avtorizatsiyani o'tkazish uchun username'ini solishtiryapti. Va undan keyin get id and outkey shart emas. Yozib qo'yasizlar va validate password, validate outkey va mana shuni olaman-da. Qaranglar. Bu yerga tashlayapman. Hop, bizga nima kerak emas? Validate outkey. Mana bu ham emas. Biz to'g'ridan to'g'ri outkeylardan foydalanmagan holatda passworddan this password desam o'zini paroli bo'ladi. Agar MD5 bo'yicha mana MD5 ga olish kerak, lekin bizda MD5 emas. Mana password bo'lmasa, nega yozasizlar? Masalan, parol bo'lib qolishi mumkin, parol deysizlar. Endi password bo'lgani uchun password berilyapti. Demak, ikkita narsa. Mana shu ikkita validate password bilan menda find by username tekshiryapti xolos bu ishlarni.
qolgan jarayoni ishlagan yo'q. Va bu holatda endi login formga o'taman. Login formda e'tibor beringlar, validate password ketyapti bu yerda. Validate password biz undan ham oldin loginni ko'raylik bitta. Login mana public function login get user deyapti. Get user chaqirib beryapti. Remember me mana bu yerda mantiqiy qiymat qaytarib beryapti bu holatda remember me va return false. Endi demak ye have user login ketyapti. This get user ketyapti bu yerda. Endi e'tibor beringlar, this remember me holatda ishlab ketyapti. Hop. Return false bilan qiymat qaytaryapti. Get user mana bu yerda buni yuklayapti. Get user ya'ni false bo'lsa, agar false bo'ladigan bo'lsa user nima bo'lyapti? Find by username o'sha kelayotgan this username o'zi yuklanyapti. Validate bo'lgandan keyin yuklanadi-yu. This username bo'ladi. Yuklangandan keyin mana bu yerda sizlar tablistani nomi usermidi? Biz users deb o'zgartirayman va bu metodni ham shu holatda to'g'rilayapman. Endi qaranglar, agar bo'lsa bu qiymati nima bo'ladi? Keyingi safar true bo'ladimi? Demak true qiymat qaytaradi mana this user. Bu yerda true qiymat qaytaryapti. Natijada mana bu ham true qiymat beryapti mana bu yerda. Loginga true tushyapti va bu holatga ketyapti. Endi login bu ichki sxemada yozilgan bu. Mana bu yer agar true bo'lsa abstraksiyasidan o'tdi. Agar false bo'ladigan bo'lsa nima bo'ladi? Yana qaytarib yuboradi. False bo'ladigan bo'lsa qaytarib yuboryapti login form. Umumiy holatda bu yer menga false qaytarib beradi. Va boshlang'ich holatdan qaranglar. Users deb o'tyapman. File controller loginiga o'tganman. Go back qaytarib bersin deyapti. Masalan, qaysi saytlardan o'tadigan bo'lsam, o'shanga qaytarib beradi. Model loginni yuklab qo'ygandan keyin. Model login o'sha login formdagi login mana. Endi e'tibor beringlar. Har doim bitta narsani yaxshilab tushunib olinglar. Buni hali ruchnoy ham qilib berishni o'rganamiz. User PHP'dagi 7 ta metodni doimo o'sha modellarda yaratiladi. Endi tablistani nomi o'zgardimi? Darrov userga o'tib turib, mana bu yerga o'sha tablistani nomini o'zlashtiringlar. Masalan, usersa login forumga ham o'tib turib, loginga kirasizlar, get user chaqiryapti. Demak, get userga tushasizlar. Mana bu yerda user turadi palmachingizlar. O'sha yangi tablistani nomini yozasizlar. Bo'ldi. Qolgan jarayoniga tegilmaydi. Va endi ko'ramiz. Chiqyapman. Login. Endi demo foydalanuvchi bormi? Demo deb kiradigan bo'lsam, mana xatoni beryapti. Bu xatolik login forumda ketgan. Shu login forumda incorrect username or password. Login yoki parol xatolik. Hop, demak, demo bo'lib kira olmayapman va admin bo'lib kirsam bo'ladi. Admin bo'lib kiradigan bo'lsak, mana identity interface'ini nima qilading deyapti. Usersga implement qilishim kerak edi. Identity interface. Mana ko'ring. Logout admin. Demak, bunday qilinayotgan ishlar birinchi jarayonda user degan tablistada 7 ta metod tashlab olaman va uni o'zimga moslayman. Buni o'zgartirdim. Find by username bu yerda login bo'lsa login deysizlar yoki boshqa bir ma'lumot bo'lsa bu holatda yozasizlar. Undan keyin validate password ham xuddi shunaqa. Ikkita narsa ishlayapti xolos bu yerda. Validate password va bu holatda ketyapti. Endi login forum men bog'layapman. Bu yerda login nomli mana bu holatdagi action bo'lyapti, yaratilyapti va validate agar yuklanadigan bo'lsa, mana e'tibor beringlar, oddiy sayt kontrollerda o'sha
Masalan, qayerda turibman? Index actionda turibmanmi? Index actionda o'tib ko'raylik. Actions capture bo'lakan. Bu yerda men to'g'ridan to'g'ri equal doim yozib chiqish shu o'rniga takrorlash endi shunday ketadi faqat. Function debug echo mana bu holatda yozilyapti. Demak, user index php include layer main layer layer'da function php function php ni ilova oldik va site controllerga o'tib ko'p debug app user deyman. Mana shuni ko'raveramiz. View site index e'tibor beringlar. Identity class app model login URL qayerlar permanentini nima turibdi? Site login turibdimi? Ya'ni birorta bir sahifani bekitib qo'ysalar, bu avtomatik site login yozib yuboryapti. Ya'ni site nomli controllerni loginiga o'tib Endi otmaydi, login URL yozsanglar. Agar men shu yerda bu yerga kirib turib, o'sha yerda enable auto login, bu yerga login URL deb turib, masalan saytda about ga o'tib olgan deydigan bo'lsam, birorta bir login URL endi site about so'zlashda unisi yo'qolib ketdi. Palmachina qiymati yo'qolib ketyapti. Men bu palmachina qiymati yo'qolib qo'yganman. Va bundan keyin ketyapti bu yerda id param. Mana bu yerda identity ketyapti. Mana identity user provide to'liq ma'lumotni mana bu yerda olyapti. Yana ko'proq ko'radigan bo'lsak, bitta endi shular ekan asosan. Buni login degani ne qilib ko'ramiz endi? Qaranglar. Index o'tamanda login user login demak login user deganda bizga user holatini site controller login forum app mana shu narsani qo'yib olaylik. Index site index bundan avvalgi qiymat login identity interface. Shu identity interface holatida bu user app user application user yo'q bunda masalan. Demak burada turibsan, mana bu login forumda app user login. Bu login degani mana bu user service login. Bunda login degani nechta login. Login forum this get user validate bo'lganda birga to'la login debug
xuddi mana shu narsani ko'rsatib ketishuncha nima bo'lar ekan. Mana qaytarayotganimizni ko'raylik. Logout qilyapman, login qilyapman. Admin bo'lib turadigan bo'lsa, bo'lmasam yaxshi bo'ladi. Session set session degan yo'lovchiga buni o'zlashtirib olasizlar va aynan sayt indeksida yozasizlar. Debug nima bo'ladi? Session umumiy holatda session get session bo'lyapti. Logout qilyapmiz. Login admin bo'lib kiradigan bo'lsam, bu demak true qaytaryapti. Menga true qaytarib beryapti. Endi logout qilib ketganman, login qilib kelganman. Demo bo'lib kiradigan bo'lsak, home'ga boradigan bo'lsak, demak false bo'lyapti. Endi biz bu yerda aytib ketaylik, bu yerda login forum session endi loginni o'zini ko'raman desam, bu baribir ichidan net so'rasa not accepted. Public function login identity interface bu login qayerdan kelgani aniq bilmadim. Qaysi birini yuklab berayotganini. Mana buni yuklayapti, yo'q buni yuklamayapti. Loginni o'zi mexanizmida shuni yaratib qo'yishgan bu loginni. Hop, o'chirib qo'yaylik ichidan. Endi asosiy tushunmagan joylar, qayerdan kelganini bildirmoqchiman buni. Mana logout boryapsiz. Aytyapsizlarki, loginni bossak o'tyapti. Xo'p, yaxshi. Muammo bo'lmadi. Endi mana sayt kontrolleriga kirib turib, aytilyaptiki, masalan, logout undan keyin masalan about qo'shib qo'yayapman. Aboutni bosadigan bo'lsam, nima bosadi? Login bosadi. Shu jarayon qanday bo'lgan? Mana bu yerda access controller filtrimiz bor, class name degan. Aynan shu filtr orqali ishlaydi bu jarayon. Ya'ni only deb turib, agar onlayn bo'lganda foydalanish uchun logout kiraman desa, about kiraman desa, bundan to'g'ridan-to'g'ri shu metodni qo'shib qo'yganlardan keyin buni ichida nimalar bermoqchi bo'lsalar, logout, about deb mana bu web ichidagi login yozib boradi. Mana login uradi. Agar men sayt about qo'yadigan bo'lsam yoki sayt login emas, boshqa bir kontakt deb qo'yadigan bo'lsam, bu yerga boshidan qaytib about o'tamasam, mana kontakt page not found. Kontakt albatta mana bu ishni olish kerak edi. Boshiga qaytganman mana. Ko'rinishda ishlab ketaveradi. Ya'ni loginga kirasam, login ishlaveradi, lekin about o'tadigan bo'lsam, mana bu holatda ishlaydi. Ya'ni men aboutni blokladimmi, bloklaganimdan keyin bu loginga yotib olish kerak edi. Aynan shu holatda login URL yozib qo'ysalar, mana buni nima deb qo'yadigan bo'lsak, aynan o'sha page yotib oladi login.
ayniqsa avtorizatsiyadan o'tishda agar hali tizimga kirmagan bo'lsa, tizimga kirilmagan bo'lsa, shu ko'rinishda otvorsin. Endi o'shaning uchun permanently login qilaveradi bu. About ana loginga o'tiraveradi. Endi degan bo'lsak, o'zi tizim shunaqa qurilgan, iboraga kiramasdan bunga kiradi. Va men Javohirbek degan ma'lumotlarni oladigan bo'lsam, Forbidden deyapti. Forbidden degani bu sizga bu sahifaga dastur yo'q degani. Logout, login. Ana bu ko'rinishda kelyapman. About'ga o'taman desam, nima? Forbidden, ya'ni buni tilini qo'yadigan bo'lsalar, o'sha nimani ham yaratib qo'yishgan, airbag tizimiga o'xshagan language sizga ushbu amalni bajarishga ruxsat etilmagan Forbidden bo'lyapti. Aynan shuning uchun buni about'ga ham qo'yish kerak, qo'shib qo'yish kerak bo'ladi va kontaktlar ishlatiladi. Mana ko'rinish. Demak, about'ga dastur yo'q, qachon kirgandan keyin dastur qo'yish uchun mana bu holatda actionsga ham shu dasturni qo'yib qo'yish kerak bo'ladi. Tushunarli? Shuni o'zidan ham tizimni hattoki boshqarsak bo'laveradi. Shuni o'z holatidan ham tizimni to'g'risini boshqarsak bo'ladi. Bu deyapti. Endi mana masalan biz yana yozishimiz mumkin. Bu yerda foydalanuvchini username logout sizga ushbu amalni bajarishga ruxsat berilmagan. Chunki buni Javohirbek deb qo'yaman. Javohirbek bu airbag tayyorlangancha admin bo'lib turganmiz. Bu holatda ishlayapti. Endi tizimda ko'pchilikda muammo bo'lishi mumkin. Nima holati? E'tibor beringlar, avtorizatsiyadan o'tish holati, jarayonimiz. Ya'ni bu foydalanuvchilar uchun bo'laverdi. Bizda masalan endi alohida bitta umumiy aytadigan bo'lsak, ham foydalanuvchilarning kabineti bor, ham nimalarni, ham foydalanuvchilarni, ham adminni kabineti bitta nimada joylashyapti. Aynan o'sha holatni qanday yaratsak bo'ladi? Masalan, admin e'tibor beringlar, G generatordan ishlash qilamiz. G modul generatori bo'ladi bizda. Add modus admin modul. Bu holatda preview generate ko'rinish olyapman. Va shuni web pagening ichiga adminga o'tsam, adminga to'g'ridan-to'g'ri ketyapman. Hali foydalanuvchiga men dastur berganim yo'q. Endi bu holat xato. Shuning uchun biz modulga o'tamiz. Mana bu yerga adminga o'taman, qaranglar. Bu yerda kontroller, default kontroller bor, mana default kontroller bor. Endi savol bo'lganida, masalan, hozir bu yerga to'g'ridan-to'g'ri kirib ketyapti-ku degan savol bor bo'lgan edi. Endi uni qanday to'g'rilaymiz? Agar mana bu narsani qo'yib qo'yadigan bo'lsak, biz mana bu behaviors bu avtomatik kirmaydi, loginga o'tiraveradi bu. Tizim shunaqa yaratilganki, bu avtomatik kirmaydi. Access controller deymiz. Use access control verb ham bor edi, rasman. Verb nokta so'raslar. Ko'rinishda. Ko'rinishda ishlatyapmiz. Logout about only kerak emas. Demak, admin deb kiradigan
registratsiyadan o'tmagan holatida endi bu foydalanuvchilarniki-yu. Bu foydalanuvchilarniki, adminniki alohida tablitsa bo'ladimi? Adminniki, admin ID'si bo'ladi. After increment key unsigned username barcha 255 ta password barcha 255 ta general C сохранить обзор mana ko'rinishda ma'lumotlarni kiritaman. Hop. Admin endi haylar buni qo'yib qo'yadigan bo'lsak, bu asosdan to'g'ridan agar filtrdan o'tmagan bo'lsa nimaga o'tyapti? VPSP ga jo'natib yuboryapti. Loginga jo'natib yuboryapti. Endi sizlar aytishingiz mumkin, bu yerga yana bitta metod qo'shsak bo'ladimi deyishlar mumkin. Mana ko'rinishda. Masalan, unisi admin degan metod. Mana ko'rinishda, lekin xato bo'ladi. Admin umumiy tushunchalardan biri bo'lib qoladi, unda muammo bo'lib qoladi. Buni metodi faqat bittagina turadi xolos. Va o'sha kerakli metod qo'shsak bo'laveradi. Kompaniya bizdan tashqarida qo'shsak nima bo'ladi? Bu ham ko'rinishi ham bo'lmaydi. Xo'p, faqat bu avtorizatsiya holati bitta jarayon uchun ishlaydi. Tushunarli? Bitta jarayon uchun ishlaydi va adminda shu yerda quyicha komponent servisdan bo'ladi. Komponent shu yerda admin hali buni o'zim ishlatib ko'rmaganman to'g'risi. Admin modulga modelga o'tamanda hozir bitta G ni nima qo'ydik. Admin ichga tushirganman, loginga o'tib ketyapti bu avtomatik. Model admin identity. Hop, site controllerda men behavior software turaman hozircha. Adminga kirganimdan keyin site controllerda emas, default controller. Admin o'tyapti. Default endi view default index. Mana shu yerda men yozaman. Debug controller object mana bunisi murojaat qilsa bo'laveradi. Qaranglar, controllerdan controller nomini chiqarib beradi. Controller nomi va hokazo ma'lumotlar deyapman mana bu yerda. Shuni ichida nima bor? Modus bormi? Modus kurang. Admin mana ko'rinishda modul ketyapti, application va biz yozgan komponent qayerda turibdi?
Yo'q, buni ko'rib bo'lmaydi ekan. U holatda ham qo'shib bo'lmasa kerak. Agarki buni olmaydi baribir. Models admin deb ko'radigan bo'lsa ham baribir ishlamaydi bu holat. Chunki bitta registratsiya holati uchun ishlatib qo'yilganda bu. Endi ikkinchi marta o'tayotganda default controllerdan o'tayotganda biz nima tashlaymiz? Mana buni olib tashlaymiz. Behaviors bilan ishlamaymiz bu holatda. Agar behaviors bilan ishlayman deydigan bo'lsalar, u muammo qoladi. Aynan shuning uchun bu, ya'ni buning registratsiyasi boshqacha bo'ladi. Qaranglar. Mana bu yerda modul bor. Men yozaman. Default route hop out controller login nomli kishinaga yuboradi. Yuklash bilan out login ga yuboradi. Ya'ni hali unaqa controller yo'q. PHP class out controller extend qilasin. Controller va public function action login echo login bu ko'rinish ketyapti. Echo login jarayon login yuboryapti. Registratsiyadan o'tish holatini hali nimaga bir amaliy ish qilib keyingi darslarda ko'rib mana shu holatda qilinadi. Va jarayon xuddi shu ko'rinishda ketadi. Agar foydalanuvchilar uchun u holatni yuklab qo'ysak, admin uchun bu ko'rinish ishlab ketaveradi. Tushunarli bo'ldi. Undan ham foyda variantlari bor, hali ko'rib chiqamiz. O'sha amaliyot qilinayotgan paytda registratsiyadan o'tish holatini ham ko'rib beraman baribir. Chunki bizda ham ish aynan shu user interface alohida, admin interface alohida bo'lishi kerak. Ya'ni ikkita pozavat, ikkita registratsiya jarayonini yaratish kerak proyektimizda. Shu holatda tanishamiz. Demak, hozir shu yergacha tushunarli bo'ldimi? Default route nima qilyapti? Endi cho'zilib ketgan bo'lishi mumkin video, lekin yaxshilab tushunolsanglar, yana chuqurroq o'rganishga harakat qilinglar. Endi bu to'g'riroq Yik frameworkini agar mohiyatini o'rganaman deydigan bo'lsalar, undan yangi framework yaratib qo'ygan ma'qul. Bizga eng muhimi shu jarayonlarni qo'llab ketish, ishlatib ketish. Ularni o'rganib chiqsak yetadi va qayerda nimani ishlatishni bilib olsak bo'ladi.